Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu vesselamu ala Resulullah ve ala alihi ve sahabetihi ve men ettebaahum bi ihsanin ila yevmiddin. Rabbena heb lena min ledunke rahmeh ve heyyi lena min emrina reşeda. Rabbena gfir lena zunubena ve israfena fi emrina ve tebbit akdamena ve ansurna alel kavmil kafirin. Amma ba'd. فقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. Allah Teala roza münasebetli ahkamlarını bayan kılıyordu. Müminlerge hitap kılıp ey müminler sizlerden ilgirikilerge farz kılıngandak roza tutuş sizlerge farz kılındı dedi. Kutibe degan gadinlarga farz kılıp yazıldı demekçi. Usul fıkıda şu farzlikni bildirdigan alfazlarning birisi deb o'tdik. Alaykumus siyam huwa masdaru sama. Siyam degan samaning masdari. Vel murad siyam shahr Ramazon. Yani bu yerda farz bo'lgan roza qaysi? Ramazon oyining rozasi deydi. Kema kutiba farz qilingandak, ya'ni kitabatan mislama kutiba. Farz qilingandak shunda bir farz qilish bo'ldi deydi. Fahuwa sifatu masdarin mahzuf. Demek misal bir masdar var. Bu masdarninki sıfatı ma'de. Kutiba kitabatan mislama kutiba. Sifatu masdarin mahzuf. Kitaba degan o'sha masdar mahzufmi shu. Andan kama kutiba degan mislama kutiba degan bo'ldi. Demak o'sha kama kutiba degani kitobining sifatidir. Ilgirkilar farz qilingandak shunda bir farz qilinish demakchi. Alallazina min qablikum sizlardan ilgirkilarga degani alal anbiya val umam. Ilgirki payg'ambarlar, ilgirki ummatlarga milladun Adam alayhissalam. Adam alayhissalamdan tortib sizlarning zamoninglarga qadar dedi. Fa ibadatun qadima. Demak bu qadimiy bir ibodat. Ilgirkilardimi bor bo'lgan bir ibodat dedim. Ve teşbihu bi'tibari enne kulle vahidin savmu eyyam. Hem de başkalar farz kılıngandak deb o'xshatishmaydi. Bu o'xshatish nimani bildirdi desa, ya'ni bir necha kunni, ma'lum kunlarni ro'za tutish jihatdan o'xshaydi. Yoki shu oyni ro'za tutish jihatdan o'xshatsak bo'ldi. Yani ilgirkilarga endi bir oy ro'za tutish borda, bizga shunday bor desak bo'ladi. Ay antum mutaabbiduna bis-siyam fi ayyamin kama ta'abbada man kana qablakum. Sizlardan ilgirkilarmi ro'za tutish orqali ibodat qilgandak, sizlarmi ro'za tutish orqali ibodat qilguvchilar demakchi. La'allakum tattaqun. Bu ro'zdan maqsad nima? Ko'zlagan nishon nima esa, sizlarning taqvodor bo'lishingiz uchun deydi. Taqvodorlik mishada ma'siyatdan, do'zax o'tidan saqlanish, o'zini daldaga ilish degan. Yani ro'za orqali gunohlardan saqlanishinglar uchun. Li'anna as-sawma aghlafu li nafsihi. Chunki ro'za tutish degan insonning o'z nafsi uchun texim qattiq keladigan narsa bu. Tas, qiyin ish. Va arda'u laha min muwaqa'ati su. Yana qabih ishlarni qilib silishdan o'zini turmuzlaydigan narsa, ayvirdigan, to'xtadigan narsa. Hadisim bag'o va man lam yastatif alayhi bisawm fa innahu lahu wija. Wija degan shu shahvatni kesadi demoqchi. Va la'allakum tantazimuna fi zumratil muttaqin. Yoki mandama tafsir oldi. Aw la'allakum deylamini. Aw la'allakum tantazimuna fi zumratil muttaqin. Yoki sizlar taqvodorlar qatoriga kirishinglar uchun mush umid bilan deydi. Idis sawmu shu'aruhum. Chunki taqvodorlarning shuari nima? Ro'za tutish, kechida qiyomda turish degandek. Va intisabu ayyaman bis-siyam. Ayyaman ma'dudat dedi. Sonliq kunlar. Yani bu siyam diye yil bo'yi tutmaysizlar buni. Sonliq belgilangan kunlar bilan tutsizlar. Ma'lum kunlarda. Yani bu yerda ayyaman deb, nima shu ayyamun demida ya ayyamin demida desa, as-siyam bilan siyam degan bir fe'l ma'lum bo'ldi o'tganki so'zlardan. Nima ekan? Ma'vu xuddi maf'ulun bidak. Ay kutiba alaykum an tasumu ayyaman ma'dudat. Yani sizlarga ma'lum kunlarni ro'za tutish farz qilindi degandek. Amaliyotda bu yerda ayyaman deganni siyam bilan mansub bo'ldi desak tasqamlashmaydi bu. Chunki bu yerda kutiba alaykumus siyam deb bulab kama kutiba allazina min qablikum deb bir uzun bir jumla araliqiga kirib oldi. Anda araliq kirib olganda ana bilan mansub bo'ldi desak toza nahvijatdan qabullanmaydi. Lekin to'g'risi bu yerda mahzuf bir nima, yani mudmar bir so'z bor. Bu bo'lsa, ani sumu siyaman, sumu ayyaman. Yoki ani sumu ayyaman ma'dudat. Ma'dudat degani muvaqqatat bi'adadin ma'lum. Muvaqqatat degan vaqt emas, ma'lum son bilan belgilangan nima, bekitilgan degan ma'no. Ay qalailu, ya'ni az salla, ya'ni ma'lum salla. Bu ko'p necha oy, mana ko'p uzun muddat emas bu. Ma'lum kunlar ham, bir qancha kunlar degandek. Va aslu annal malal qalila yuqaddar bil adad lal kathir. Chunki az mal bo'lib qolsa bu son bilan hisoblaymiz.
Ama köp mal olab qas nurg'un mal dünya deymiz. Demek ma'dudat degan sanni keltirganligi, yani sanash azlam sanıqlı oldigan sanaqli kunlar degan ma'no. Faman kana minkum maridan farz qilgan ekanimda qanday qilishinglar kerak? Sizlardan qaysinglar kasal bo'lgan ahvolda yoki safar ustida bo'lgan ahvolda demak. Ya khafu min as-sawm ziyadatul marad. Yani bu kasalning ahvollari xil bo'ldi. Kasal qattiq qizinib ketishdan ansirishi mumkin. Ro'za tutgan ahvolda qattiq qizinib ketadi. Ya og'riq ketadigan yoki bu ro'za tutganda kasal texmo ig'irlashib ketadigan bo'lishi mumkin. İkili ahvalda ruhsat. Ev ala seferin yoki safar ustida bo'lgan ahvolda. Ya'ni ev rakiba safarin demak safarga atlangan kishi demak. Fa'iddatun degani uningga ma'lum shu sonda o'rni to'ldirib olish kerak demak. Fa'alay idda degan ma'lum sallar demak. Ay fa aftara yani bu yerda bir qisqartirilma so'z bor. Bunda bo'lib ro'za tutmay ig'iz ichiversa andin bir necha kunni o'rniga to'ldirib oladi degan gap. Lekin kasallar ro'za tutgan bo'lsa fa'iddatun muqarrar emas. Yani kesalga ro'za tutsaydi. Tutgan bo'lsa yana boshqa bir necha kunni o'rniga tutish kerak emas. Bak bu yerda ashuna bo'lib ig'iz ichivetgan bo'lsa andin uning o'rniga boshqa kunlarni tutib oldi dedi. Xuddi yana bir oyatimizda faman kana minkum maridan aw bihi azam min ra'sihi fa fidyatun. Ehram bağlanan kişi mesela keselke yoki beshi asharat bo'lib ketibdi. Bu chidab başında ehram bilan mingiversa uni fidya kelmaydi. Aw bihi azam min ra'sihi fa halaqa fa fidyatun degan. Tushirversa chidayolmay asharat bo'lib ketgan. Ondan fidya qildi degan. Bu mishada bir xil qisqartish bor. Bu arab tilida normal ahvol. Ay fa aftara fa alayhi siyamu adadi ayyami fitrihi. Demak, bunda safar ustida ya bemor bo'lib qolib, og'riqchan bo'lib qolib, ig'iz ichiversa Ramazon oylarida, kunlarda ro'za tutmay, bu chaqda andin ig'iz ichivetgan kunlarning soni bo'yicha o'rniga ro'za tutish kerak degan. Wal idda bi ma'nal ma'dud. Idda degan shu sanaqli kunlar degan bo'ldi. Ay umira an yasuma ayyaman ma'duda makanaha. O'rniga ma'lum sanaqli kunlarni tutuvasi bo'ldi. Shuni buyurilgan. Min ayyamin ukhar. Boshqa kunlardan, ya'ni Ramazon oyidan boshqa kunlardan. Ama Ramazon oyida masalan dastlabki 10 kunda bir necha kun tutamabdi. Tutamay Ramazonning oxirida, ya'ni ro'za tutgan kunlarda va ilgari tutamgan kunning ro'zasi deb tutib bo'lmaydi. Ramazonda shu kunning o'zini ro'za tutishga buyurilgan ekan, uni boshqa kunni tayinlanmaydi. Hatto Ramazon kelgan chaqda o'tgan yilning qapqaga ro'zasi yo nazr ro'zasi uni tayinlab Ramazon uchun tutmadim, qazo ro'zani tutdim desam u baka, ya'ni shu yilning Ramazon ro'zasiga ketib qoladi. Va boshqa kunlardan dedi. Safar qilgan, kasal bo'lgan kunlardan boshqa kunlardan, Ramazon oyidan boshqa kunlardan tutuvasi nima? Va ukharu la yansarifu lil wasf. Min ayyamin ukhar degan so'zda ukhar mishada ukhraning jamoasi nima? Bu akhir deganning muannasi. Mishadan mamnu min as-sarf deydi. Min ayyamin ukhara dedi. Ukharin demedi. Majrura bil fatha niyabatan anil kasra. Majrura bil fatha niyabatan anil kasra. Nima uchunsa mamnu min as-sarf? Nima uchun mamnu min as-sarf lil wasf? Çünkü bu sıfat muannasu fu'la. Çünkü bu adamda iki illet var demek ki. Vasfiye ve yani adlın bağlıydı. Ma'dul ekan bu. Vel adlu anil alif vel lam liannal asla fi fu'la sıfa. Sıfatan en tustamala fil cem'i bil alif vel lam. Ve bu köplük ehvalda alif lam bilen işletildi deydi. Kel kubra vel kubar ve sugra ve sugar. Yani bir yerde kanda işletildi deydi o. Alif lamsız işletildi demekçi ma. Demek bu Arap'ın ornuğa mında bir özgertiş kirgizilgen diyen mandım. Ömer diyen nimo. Amir'den ma'dul deyimiz o. Mamnumuna sarf demekçidir. Sonra ukhara deb okuldu. Ve alellezine yutiqunahu. Onunla çidyalaydıqallah, berdaşlık biralaydıqallaha deyen gap. Ve alel mutiqina lis-siyam allezine la udra lahum in aftaru. Egiz echivetken ahvalda ular özrü yok. Berdaşlık beralaydigan kishilarga bo'ynig'ining ba'zi, yani bular eg'iz ichiversa demakchi, fidyatun ta'amu miskin, bir miskinga tamoq berish orqali fidya to'lash kerak deydi. Yani bu ilgiriki hüküm var. Dastlabda yo'l qo'yilgan hüküm. Yani odatda bizdek sağlam normal ro'za tutgan odamlar ro'za tutmaya bir miskinga tamoq beray deb plan bir miskinning qo'sqin to'g'risak ro'za tutmay qilsak bo'ldi, ruxsat berdi. Dastlabki vaqtlarda. Keyin bu amaldan qoldirildi. O'sha tutolmaydiganlar baqlam qiynalib ketilgan, terechura ojiz kishilar o'chada fidya berib o'zi tutmasin bo'ldi degan. O'chada joyi tushirdi. Lekin ma tafsirda sog'lom kishimi, chidayoladiganlarmi, ro'za tutoladigan kishilarmi fidya berib ham tutmasi bo'ldi degan ma'no chiqadi. Undaganda bu mansux qilib ketgan. Keyingi oyatlar mansux qilib ketgan. Kaman shayda minkum sharafal isum degan. Fidyatun ta'amu miskin.
Bu endi bir miskinga tamoq vas bo'ldi deydi. Qanchalik miqdorda nisf sa'an min bur. Buğdaydan yarım sa. 1 saatga 2 kilo 50 gram. Bazı cumhurning bilan Hanifiy mazhabtining o'lchamligi o'xshash chiqmaydi. Lekin normalda 2 kilo 50 gram 1 soatiga. Yarım saat qancha bo'ldi? 1 kilo oldu. Buning 4dan biri bo'lsa 1 mud dolab qolsa, o'shadan 500 gram. Demak, bu ajr 1 kilo atrofida buğdaydan. Aw sa'an min g'ayrihi. Yoki buğdaydan boshqa narsa bo'lib qolsa, arpa, qo'noq degandek, u chaqda butun 1 saat, ya'ni 2 kilo. Hozir holatda bir qash tomoq qilasiz. Bulardi. Chunki taom miskin edi. Taom degan mishada oshliq bo'lishi mumkin, yeydigan tomoq bo'lishi mumkin. Ishkilasi shudir. Fata'amu badalun min fidya. Demak, fidya desa, nimati bu fidya esa taom miskin. Yani şu taom miskin, şu fidyaning o'rnini turadigan narsa shu deydi. Badal. Fidyatun ta'amu masakin. Yani manda bir qiraat keldi deydi. Ta'amu masakin deb. Chunki bir miskin emas, bir necha miskinga tamoq berish degan gap chiqadi. Madani va ibn Zakwan, Madina qarilari va ibn Zakwan degan qari bular ta'amu masakin deb qiraat qildi deydi. Maktabda madaniy deb chiqsa, Madina qarilari deymiz. Falan deb ismini atab qo'ycha, masalan 4-5 qari bo'lsa, madaniylar deb qo'ydi. Madina qarilari. Makka esa Makka qarilari. Sham esa Sham qarilari degan. Madina qarilari bilan Ibn Zakwan degan qari ta'am masakin deb qiraat qildi. Masakindan keyin chekdim bizni qo'yib Ya, mushto'g'ri. Fidyatu ta'am masakin madani va Ibn Zakwan. Fidyatun ta'am masakin deb o'qidi Madina qarilari bilan Ibn Zakwan. Va kana zalika fi bad'il islam mana. Bu islomiyatning dastlabki davrida shundati. Furida alayhimus savm lam yata'awwaduhu. Farz qilingan chog'da tushunmagan bular. Fashtadda alayhim. Ular qiyin keldi. Farakhasa lahum fil iftari wal fidyati thumma nusikhat takhyir bi qawlihi faman shahida minkum ash-shahra falyasum. Bular bu dastlabda qiyin kelgan ekan, keyin ro'za tutmaymi, fidya to'lash ixtiyorligini bergan. Keyin kimiki shu oyda safar qilmagan sog'lom holatda bo'lsa, shu oyni ro'za tutish kerak degan oyat bilan mansub qilib ketdi. Hatta ilgirki vaqtlarda iftani qilib bo'lib, bir qatim uxlab qolgan bo'lsa, ayoliga yaqin kelish cheklangan. Bomdat qadar deylar kechida. Keyin ondan uni ruxsat qilinib ketgan. Demak, boshda shunda bir ahkamlar keyin o'zgartirilgan. ولهذا كرر قوله فمن كان منكم مريضا أو على سفر. مش آياتين كين أنا فمن كان منكم مريضا أو على سفر ديان مش جملنا قايت تكرارلغان ديدا. نمشون لأنه لما كان مذكورا مع المنسوخ ذكر مع الناسخ ليدل على بقاء هذا الحكم. demek منسوخ لب كتة dese seferdeki kisel bu adamın mı roz mı buldu deyince bu mu منسوخ leb ketken o şeyde de manda düşünüp kalmış için anı kayıtı tekrarlap ma منسوخ emas yana muşunda kiri urdu deb puturup koyuş için tekrarladı dedi. Ve qila ma'nahu la yutiqunahu mana. Ve alellezine yutiqunahu deganne la yutiqunahu deb mu tefsir qilinibdi. Demek fa udmira la liqiraat Hafsa radıyallahu anha kezalik. Hafsa radıyallahu anha, Hafsa bint Ömer radıyallahu anhuma bu la yutiqunahu deb o'qibdigan. Bundan keyin chidayolmaydiganlar fidyasi buldu degan mazmun chiqdi. Ve ala hada la yakun mansukhan. Bundan ma tefsirga asasen o mansuk olmaydı. Yani hazır mı? Çizinip kaldıgan, hamile, balı imitadigan ayol, özü yoki balisi endi buni ziyon uçraydigan, çizinip kaldıgan bo'lsa, hamile, imitkichi ayol, kesal, yeshi cho'ng kishilar bular ayni fidyasi bo'ldi hozirmi? Faman tatawwa khayran kimiki o'zligidan hamda fidokorlik bilan bir xayrlikni qilsa, demak bu yerda hozir ma tafsirda fazad ala miqdar al-fidya dedi. Fidyaning bir miskinga dedi-ku, bir miskin verip ya 10'ga 20'ga verip özlükeden kang taşa xayr saxovat qilsa, fa huwa khayrullah o o'zi uchun yaxshi. Savob qilishdi. Fattatawwa awal khayrullahu. Demak, mishada bunda fidokorlik qilish, ortiqcha xayr saxovat qilish o'zi uchun yaxshi deydi. Lekin menda desak bo'ladi, faman tatawwa khayran degani ig'izga chiqib ruxsat bo'lsa-mu, ro'za tutayya deb tutsa, bu tatawwu qilsa o'zi uchun yaxshi deydi. Balki endi gadindan saqt bo'ldi. Keyin kunlarda uni o'rnini to'shqilamdi, imkoni bulamdi bo'lmadi, vallohu alam. Demak, shucha chidab bir kun tutsa, bo'ldi ketdi gadindan saqt bo'ldi. Lekin qo'yib qolsa, u qachon ado qila oladi? Ado qilinmay o'lib ketamdi, vallohu. Bir adamning masalan 15 kunlik, 20 kunlik ro'za so'rab qolsa, endi tutanmagan. 15-20dan berindi, fidyani bilan bersin bo'ladi. Bir adam bersin, uni basharinga bersinmi? Shu fidyanimizda asharat masakin deganimi shu gap o'tdi. Bir miskinga 10 kun bersin bo'ldi. 5 miskinga 2 kun bersin bo'ldi.
da bunda çıkan. Bu İmam Ebu Hanife rahmetullahi aleyhi'nin kararı. Bir gün sapıldı 10 güne 10 günay mesela. Bizim 10 köy. Bir kunlik tam günü salandı, bir vaqt tam günü. Bazı bir vaqt bası bo'ldi, bazı 2 vaqt edi. Yani orta alamda şu bir günde normalde 2 vaqt tamoq yeyish barmdi normalda. 3 vaqt yeydiganlar to'liq yegan bo'ldi. 2 vaqt yeganlar o'rta hal, 1 vaqt yeganlar kamroq yegan bo'ldi. Yani 2 vaqtni o'ylasak muvofiq. Diğer şu kitler olan ya sefersiz olan kılıp mağazalar Yo'q. Bu birinchi tafsirga asosan dastlabda normal tutaladigan sog'lom odamlarmi o'zi tutmay bir kishilik fidya berib, birsin qo'shqin to'yg'izsa bo'ladi ruxsatda. Keyin bu amaldan qoldirilgan dedi. Endi bu ikkinchi tafsirda buni ko'tarilmaydigan, ro'za tutish ig'ir qiladigan kishilar, mana fidyasi bo'ldi dedik, bu hozirmi bu mavjud bu hukm. Lekin ro'za tutishga qodir turib tutmaganlar unda ba'zi bo'yni saqit bo'lmaydi. Saqit bo'lmaydi. Ama keyingi rasmiy bekitilgan hukmga asosan unda saqit bo'lmaydi. Uning ruxsat yo'q. Burun mesela ya kisel emas, ya unda safar qilmay, ma'lum sabab bilan ya anaqa masalan bizning vatanimiz bu yeni sanat tutmay qopti. Ya bir ayşiran ayna men unda hukm cheklaydi tutmay qopti. Keyin bundan zakini fidya berindi, shunga o'z tutalaydiganmiz. Uni tutdi. Faydati min ayyamin ukhar. Boshqa kun tutdi. Chunki qazosini qilish kerak. Zaten bizning vatanlarda Üleket tarafta dönüp fidye verdik de başta tutanmalar olsa bu cümlesini sıkı fidye verdik de bir ağaçta var bu boyun götürdü ağaçta mı ya o ağaçta? Yok ben şu namazını ısqat sala degan narsa var. Isqat sala asli nereden kelgan desam bu şu ro'zaning masalasidan kelgan. Şu ro'zada fidye berish bardi. Bu shariat belgilangan ish. Hamda Hanifi mazhabdagi, Shafiy mazhabdagi bir qism olimlar, keyin kelgan olimlar bu namozni ro'zaga qiyos qilib ro'za masalan bir kunga bunda fidya berish bardi deb uni masalan har bir namozga 5 vaqt namoz bo'lgan ekan 5 vaqt namozga bir fidya beramdik 1 kunning bo'lgan ekan yoki har namozga ayrim fidya beramdik deb bunda mo'lchallab qiyos qilib namozga tatbiqlagan. Bu Hanifi mazhabdan bosh Shafiy mazhabining ba'zi olimlar degan qarash. Şu bizning diyorlarimizda isqat salat deb qilgan narsa shu. Bu namozni ro'za qiyos qilishdan iborat. Bu bilmey durup kaldı. Bu kançılık tutanmadı yani 5 gün tutmadı mı onu? Ya onu bunda qarab faraz bilan qilgan. 5 yil tutanmaganda, 10 yil tutanmaganda degan bir faraz bilan shuni kalına birsin qo'liga tutqizib muzayni. Mushunga aldingizmi, aldim yoki mushun o'rnida qabz qilib aldim, nima qilib berdim deb. Hibe qilib berdim deb. Bundan qilish uchun mallarni beritish kerak. Bizning vatandagidek qilish to'g'rilanmagan da aldan berdim. Ya agar shundan nimasi bo'yicha, mush isqat sala shularning degan qoiz bo'yicha qilsa, shuni ashkama qilib berib o'tish kerak uni. Buni shakli bir ishni qilib, bagan qiladi. Bagan qilib bo'lib, keyin ondan qachida uni qaytirib oladi. Demak bu shakli jihatdan tutqizib, qachida ilib olgandek bir ish. Aşunun qarshi bo'yicha to'g'ri bo'ldi degan taqdirda ashuni mulk qilib berib o'tish kerak uni. O'tlar bunda kassa bo'ldim. Shuning uchun ro'zadan boshqa nimada bunda ibodatni qilmay pullardigan unda ish yo'q. Ibodatda unda qiyos qilish jalliq emas. Çoğu ecbedel kıldık da bunun pulları falan bunda kızı bulmaydı. Taat ibadetine bunda pulları kirakeşlik kılıp, bunda orunda koyduğu iş yok. Ama adam üzde şunun tamin tetip, cepasını tatıp, ibadet kıldığını da bir his kılıp kılış gerek. Tutanmay kılıp ölüp gitti. Hiç kılanmay ölüp gitken bolsa, birisi fidakarlık kılıp bunun tıkkını, roz tutup koysa, hiç kılıp koysa buludu. Dike onun şak kalsa, o kirakeş oldu. Allah'ın razılık gözlenmeye kılınan bir iş oldu. فالتطوع الخير خير له يتطوع بمعنى يتطوع حمزة وعلي حمزة وعلي قاري يتطوع ده بوقته فمن يتطوع خيرا ده من ده وقت kimki bir xayrlikka fidokorlik bilan o'zligidan bunda qiysa degan ma'no shart bilan majzum holatda degan gap ayn mushad sakin yattawwa deb Bunu idgam qilib yatatawwani yattawwa demoqchi va antasumu yani sizlarning ro'za tutishinglar bardoshlik berguvchilar xayrul lakum sizlar uchun xayrlik nimadan fidya to'lashdan tatavvul xayr qilishdan deydi. Demak ro'za tutsanglar bu masala tegidan hal bo'lib ketdi. To'g'ri xotirjam fidya berib og'irlashdi, uning o'rniga yana jiqroq fidya berish degandek masalan. Bu ishlardan yaxshi deb.
Ve hada fil ibtida. Bu mana dastlabki davrdagi ish. Bu ixtiyorlik dastlabki davrda. Keyin andan bekor qilinib ketdi. Wa qila wa antasumu fi safar wal marad. Amda ro'za tutishingiz sizlar uchun xayrlik deganda safar bilan kasal holatdami ro'za tutishingiz sizlar uchun xayrlik deb bunda tafsir qilsak bo'ladi dedi. Li'annahu ashaqqa alaykum. Chunki bundan da qiynalgan, jafo tortilgan ish bo'lg'achqa, mashaqqatga chidab ro'za tutsanglar, bu sizlar uchun xayrlik. Keyin fidya to'laydigan ish bo'lmaydi, qazosini qilolmay qoldigan, gadanda qoldigan ahvol bo'lmaydi. In kuntum ta'lamun, agar bilsanglar dedi. Bildigan bo'lsanglar dedi. Nimani bildigan bo'lsanglar desa, bu yerda javobini beryapti. Ya'ni in kuntum ta'lamuna anna as-sawma khayr desak bo'ldi. In kuntum ta'lamun, agar biladigan bo'lsanglar, shu ro'za tutishning haqiqatda afzalligini bilgan bo'ladinglar. Yoki shu ro'za tutishni tanlagan bo'ladinglar degan gap maqsud. Agar biladigan bo'lsanglar, sizlar bilim bo'lsa, ro'za tutishning afzal ekanligini bilib, shuni tanlagan bo'ladinglar deb. Shahru Ramazon allazi unzila fihi al-Qur'an. Qur'on Karim nazil bo'lgan Ramazon oyi deydi. Shahr Ramazonga mubtada, bunun xabari allazi unzila fihi al-Qur'an. Ay ibtudi'a fihi inzalu. Unzila fihi deganda, uningda nazil bo'lgan deganda shu oyda nazil bo'lash boshlangan deb. Baş şikayet şu Ramazan yolu. Shunda demoqchimda. Ma nimada tarjimasida qarasanglar, masala davomlining tarjimasiga Ramazon oyida Qur'on tushib boshlangan deb boshlanishni e'lon. Endi bu oyatning lafzi joyi Qur'on nazil bo'lgan deb boshlanishi bu degan gap yo'q. Chunki Ramazon oyining shu qadr ketishda bu Qur'on nazil. Inna anzalnahu fi laylatin mubarakatin. Laylatul mubarakatin laylatul qadr. Inna anzalnahu fi laylatul qadr. Hem yani başlanışı şu ayda boğan demekçi. Yani. Ve kana fi laylatul qadr, yani bu Kur'an nazil bulaş kadir keçisi başlanğan. Mesela İqra deyimiz, ya yol müddettir mesela, ha? Yani baş düşkən ayetler kadir keçisi başlanğandır. Ya ki unzile fi şe'nil Kur'an. Fihi degeni bunun uluğluğunda, mertebesi hakkında Kur'an nazil boğan. Çünkü hayrun min elf şahr dedi o. Şu Ramazan ayının içindeki kadir keçisi mesela. Şehr Ramazan. Şu şehr Ramazan'ın fazileti hakkında, bunun katılık hakkında Kur'an nazil bo'lgan. Bunda ay demekçi. Ya ki bunda desek mi oldu? Kur'an şu çağda başlangan değil mi? Biz Kur'an toluk düşken desek mi oldu? Unzile fiil Kur'an diyen sözümüz şunu bildirdi. Bu dünyanın asmınıga Lavhul Mahfuz'dan tutulan şu Leylatul Kadir'de düşken mi? Beytul Mamur, Eksema Dünya. Andın uyadın ziminga ay zamanının ötüşüyle 23 yıl jarayonida paçını düşken desek. Ve toluk düşken desek buldum şey. Yani bu keyingi tafsirda unzila fi şe'nil Kur'an. Bu Ramazanning sha'ni sharafi haqida Qur'on nazil bo'lgan qaysi oyat desa, o qavlu ta'ala kutiba alaykumus siyam. Bu aşı Ramazan oyida ro'za tutishlik farz qilindi. Demak, mushu oy fazilatli bo'lg'achqa ro'za tutishga buyurilgan. Demak, mushu oyat hozir shu Ramazan oyining sha'ni sharafida kelgan. Fi degan shu Ramazan oyi tushgan degan bilan fi sha'nihi şu ayetning sha'nini taqdir qilamiz. Fihi deganda fi sha'nihi, fi fadlihi degan. Qaysi shuna mahzub qilmagani? Ya ishkilisi unda o'xshash turdi buni. Ishkilisi mumkin. Qur'on nazil bo'lgan desak bo'ldi. Uning haqida, sha'an sharif haqida Qur'on Karimda oyatlari nazil bo'lgan desak shudir. Yani taqdir qilish bu xilofil aslan. Bu sal ajib turdi. Taqdir. Demak, hozir ma oyatni hamda Qur'on nazil bo'lgan bir oy bu debda hozir gapni boshladi shunama. Mushu osh oyning fazilatini so'zladi hozir. Bu nimaga tayyorlik qilish? Ramazon ro'zasini farz qilishga tayyorladi hozir. Ularning kallasini shuni tayyorlab turib bu munda fazilatlik, unda fazilatlik deb bilib unda bu oyda ro'za tutinglar deydi. Aw huwa badal min as-siyam. Yoki bu siyamdan badal deydi. Qaysi? Shahr Ramazon deydi. Shahr Ramazon mubtada xabar emas, bu siyamdan badal deydi. Kutiba alaykumus siyam desa, ro'za farz qilindi desa, bu ro'za nimachi? Ramazon oyi nimachi? Ya'ni badal kul bo'ldi. Bunun taqdirini bo'ldi chaqda, ay kutiba alaykumus siyam, siyam shahr Ramazon. Kutiba alaykumus siyam, ro'za farz qilindi, qanday ro'za desa, shahr Ramazonda ro'za tutish nimachi? Yoki xabar mubtada mahzuf. Yani shahr Ramazon degan mishada mahzub bo'lgan bir mubtadaning xabari deydi. U bo'lsa hiya shahr. Hiya degan mishada mahzubki. Menda taqdir qildim. Bu arab tilida, arab ishlarida ba'zi 7 xil, 8 xil taqdir qismi qamlashirdi.
Şu yerda. Var Ramazan, Ramazan degan so'z hamda. Nereden kelib chiqqani mı? Masdaru Ramazan. İdahtaraqa min Ramda. Ramda degan qattiq issiqda bo'lgan aptap. Aptapni Ramazan deymiz. Şairin dedi el mustajir bi amrin inde kurbatihi kel mustajir min Ramazan ibn nar. Beşiği kun kelgan chaqda bu amirdan yordam tilgan kishi xuddi aptapdan qochib o'tdan yordam tilgandek bunda bo'lib qoldi. Bu yordam qilish nada buni? Ramazon o'shada qattiq aptapim. Fa udifa ilayhi shahr wa ju'ila alaman wa muni'a as-sarf lit-ta'rif wal-alif wan-nun. Yani mushunda ay degan so'z Ramazonga idofat qilindi. Shahru Ramazonda. Mudofun ilay. Bu mudofunda ikkisi birlashib anda nima bo'ldi? Bir alam bo'ldi. Ya'ni bir oyning ismi bo'ldi bu. Anda mamnu munassar bo'lib ketdi. Lit-tarif, lil-alamiyya demakchi-da, tarif degan. Val alif va nun degan xuddi Usmon degandek musannaga o'xshab qoldi-ku. Bunda bir nimaga o'xshab qilish bo'lganlikdan İşki illet tepilgallıktan bu memnu munassar bulup gitti debtu. Ve semmavhu bizalik lirtimadihim fihi min harril ju' ve muqasat şiddetihi. Hem de nima üçün Ramazan deb atalgan dese, şu ayda açlıkның aç olgan çağda adamның bedeni qizib ketadi. Qo'saq qizib ketadi. Açlıknыңki tepten qizliqligidan bu insonlar isib ketadi. Endi qizib ketganlikdan va uningki shu issiqningki jafo mushaqqatni tatqanlikdan Ramazon deb atalgan deydi. Endi bu ro'za tutgan ahvolda yoki issiq bo'lib ketgan chaqda shunda. Agar Ramazon qishda kelib qolsa unda shu. Endi bu yerda nima uchun bunda ochliqning issiqligi bo'ladi? Shu chaqda, shu oyni atgan vaqtlarda, oyning ismini o'zgartgan chaqda, shu chaqda Ramazon oyi endi issiq kelgan bo'lsin. وَلِيَنَّهُمْ سَمَّوْا الشُّهُورَ بِالْأَزْمِنَةِ الَّتِي وَقَعَتْ فِيهَا مَنَا. Demek şu isimni atgan çağda kelgen şu çaqqa qarab isim qo'ygan deydi. فَوَافَقَ هَذَا الشَّهْرُ أَيَّامَ رَمَضَانِ الْحَرِّ. Aptab qattiq kuchib ketgan vaqtlarda shu oy kelgan shu chaqda Ramazon deb atab chiqdi. فَإِنْ قُلْتَ مَا وَجْهُ مَا جَاءَ فِي الْحَدِيثِ مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا مع أن التسمية واقعة مع المضاف والمضاف إليه جميعا. Endi sen bayatın şehru Ramazan da mudafını ikki söz birleşken takdirde şu ayının ismi buludu diyenden. Endi hozir bu yerda mansami Ramazon deb keldi. Shahr Ramazon demadi. Ramazon yolg'iz ekasa ishlavadi. Bu chaqda bu ikkisi birlashganda alam bo'ldi degan gapim tushmadi-ku deb qolsang, buning javobi bunda deyman dedi. Va min babil hazb. Shahr deganni mudofni ilib tashlab aytgan gap bu yerda. Li'annal ilbasa. Bu yerda u odatga apta va kazalun xato tushunib qolgan ahvol bo'lmagan ekan. Şu ayni darhol bildigan bo'lgan ekan, shahrni deb o'tamaylam Ramazon deyapti deydi. Ramazon ayni shu islom kelib buni yaqindan. Ya islomda ilgari shunda atalgan. Şu Araplarda atatdi shu Ramazon oyi bilan bahor munosiblik ikki oy bor, Rabiul avval, Rabiul oxir. Mush 3 oyni Ramazon, Rabiul avval, Rabiul oxir 3 oyni atsa shahr degan so'zni qatidi ekan. Shahr Rabiul avval, shahr Rabiul sani, yoki oxir, shahr Ramazonda shahrni qatadigan emas. Uningdan boshqa Rajab, Shavvol desak, shahr Shavvol, shahr Rajab, shahr Zulqa'da deb o'tamay, Rajab, Shavvol, Zulqa'da bunda deydigan. Shunda bir qoida bor ekan. El-Qur'an haythu kana g'ayru mahmuz Makki. Qur'on degan kalimalar kelib qolsa, shu Qur'onda haythu kana nadi kelsin, qaysi oyat kelsin, Qur'on degan so'zdan kelsa, Makki qorilari hamzi chiqamay, Qur'on demay, Qur'on deb o'qidi. Endi bizning qiraati nima? Al-Qur'an. Hamzi bilan unzila fihi al-Qur'an wa tusiba hudan lin-nas. Endi hudan degan mishada mansub o'qildi. Hudan lin-nas va bayyinatin minal huda wal furqan. Ya'ni kishilarga hidoyat bo'lgan holatda, aniq ro'shan dalil bo'lgan holatda va haq-naqni ayirg'uvchi bo'lgan holatda Qur'on nozil qilingan degan. Alal hal, yani shuni hammasi mansub alal haliyya. Hudan va bayyinat degan hammasi hal bo'lganlik uchun mansub qildi. Ay unzila va huwa hidayatun lin-nas ilal haq. Yani o kişilarni haqqi hidoyat qildigan kitob bo'lgan sifat bilan nozil qilingan deydi. Va hu ayatun vadihat. Yani o qanday holat nozil qilingan? Aniq dalil paket ya mo'jiza bo'lgan holatda. Mimma yahdi ilal haq. Haqqi yetaklaydigan sifat bo'lgan holatda deydi. Haq bilan naqni ayiradigan aniq paket bo'lgan holatda nozil bo'lgan deydi. Furqon degani yufarq baynal haq bo'ladi.
Zekara evvelen ennehu huda. En müşahette Kur'an'ı deslabda huda da bayan kıldı. Thumma zekara ennehu beyinatun min cümleti ma hada bihillah. Andinki ikinci katında şu Allah Teala hidayet kıygan hidayetinin cümlesinden inek roşan pak deliller da bayan kıldı. Ve farraka beynel hak vel batıl min vahyihi ve kutubus semaviye el hadiye el farqa beynel huda ve dalal. Min cümleti ma hada bihillahu ve farraka dedi. Allah Teala yetekligen aş hidayetinin roşan delillerden yana hak bilen nahakni ayırıp kıygan umum roşan delillerinin cümlesinden dedi. Hak bilen nahakni qanday ayırdığı vahiysi arqılı ve semavi kitapları arqılı ayırgan. Bu kitaplar hidayetke başlaygan azgınlık bilen hidayetinin o'ttirisini ayırıp turgan kitaplar ideye dedi. Femen şehide minkum şahr. Bunda farz qilgan ekan. Şuna qaysinglar mush oyni ko'rib qaz. Şehide degani ko'rsa desak bo'ldi yoki shu oyda mushda sog'lom holatda bo'lsa desak. Fal yasumhu. Shu oyda ro'za tutsin. Femen kana shahidan. Yani shahida degan hadara desak bo'ldi yoki ra'a desak bo'ldi. Demak qaysinglar shu oyda o'zi ashunda hadir muqim, g'ayr musafir holatda shu holat bo'lsa, o'sha oyda ro'za tutsin, ig'iz ochmasin demakchi. Va shahru mansub ala zarf. Ash-shahra dedi. Mansub bo'ldi. Zarf bo'lganlik shu. Yawma fawqa deganday. Bu zarf bo'lg'achqa mansub bo'ldi. Ya'ni shu oyda hozir bo'lsa degan. Va kaza al-ha'u fi yasum. Liyasumhu degandiki hamo shunda bu zarf. Ya'ni shu oy ichida ro'za tutsin demakchi. Va la yakunu maf'ulan bihi. Bu maf'ulun bihi bo'lmaydi. Li'anna al-muqim wal musafir kilahuma shahidan lish-shahr. Chunki muqim bilan musafir ishkalasa shu oy ichida bor. Ammo ularni ro'za tutish kerak degan gap yo'q. Ya'ni u Ramazon oyini ro'za tutsin demadi. Musafir bilan kesilgan. Lekin zaman shahida minkum shahr deganni hilal shahr desimi bo'ldim. Zaman shahida minkum hilal shahri falyasum desm. Ya'ni shu Ramazon oyining hilalini ko'rsa, chunki hadisda somo li ru'yati va aftiru li ru'yati degan. Ramazon oyining hilalini ko'rsa ro'za tutsin degan bo'ldi. Manda desak bo'ldi. Wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Kesal yoki safar ustidagi kishi ig'iz ichib qolsa ro'za tutmay bosh kunda tutvasin bo'ldi dedi. Fa'idda mubtada va idda degani mishal mubtada. Xabari mahzuf ekan. U nima fa'alayhi idda degan gap. Bu tamastaysara fafidyatun min siyam degandek. Fa'alayhi degan gap ba mishal muqaddar demakchi. Ya'ni iddatun alayhi degandek. Mubtada xabar. Xabari mahzuf. Ay sawmu iddatin demakchi. Yuridullahu bikumul yusr. Allah sizlarga qulaylikni xohlaydi. Haytu abahal fitra bis safar wal marad. Qulaylikni xohlag'achqa safar bilan kasallik holatida sizga ig'izishga ruxsat qildi. Va la yuridu bikumul usr. Sizlarga qiyinchilikni xohlamaydi. Va man faradal fitra alal marid wal musafir hatta law sama tajib alayhim al i'adatu faqad adala an mujibi hada an-nass. Endi ba'zi olimlar bundan qaraganlar bor ekan. Kasal bilan safar ustidagi kishi ma oyatda bosh kun ro'za tutsin dedi emasmi? Ya'ni kim Ramazonda zodi tutay desimi, tutsa bo'lmaydi. Tutib qolsimi, bosh kunlarda uni qayta tutish kerak deb qaraganlar bor ekan. Davud Zari bo'lishi mumkin, Ibn Hazm bo'lishi mumkin. Oyatning o'zida shunday ham qarasak hamda kasal safar ustidagi kishi ikkisi bosh kun ro'za tutsin dedi, tamam? Demak sen o'sha Ramazonni tutsang bo'lmaydi. Alloh taolo bosh kun tutish kerak degandan sen u kun tutsang, ya'ni bosh kunda qayta tutmasang bo'lmaydi. Yani Alloh taolo buyurgan bo'yicha tutmading, bosh kun yana tutsa debdi. Bizning tushunishimizda tutsang ixtiyor, tutmasangmi ixtiyor, tutmay qolsang bosh kunda o'rnini tutib olsa dedi. Niyadiki aqlning qarini kelganligi sababidan yuridulloh bikumul yusra va la yuridu. Demak, mushu oyatningki aniq ko'rsatmasa ammagan bo'ldi. Uni ammay boshqaga o'tib ketib qolgan bo'ldi. Oyatga xiloflik qilgan bo'ldi demakdir. Shunda deb qaraganlar. Nima uchun? Chunki u bir tutib, keyin yana boshqa tutishganda qiyin. Yuridulloh bikumul yusra la yuridu bikumul usra bo'lgan ekan, bu chaqda Alloh taolo arad binal usra deb qoldi. Bir qatam yana tutib, yana ikkinchi qatam yana boshqa tutsa degan gap bu qiyinchilikni akagan bo'ldi. Demak, yuridu bikumul yusr deganga zid deydi. Vali tukmilul idda. Yana boshqa kunlarda ro'za tutish orqali sanni to'liqlashinglar uchun iddati ma aftartum bil qada. Ya'ni sizlar eg'zashgan kunlarning sonini qazosini ado qilib olish orqali to'liqlashinglar uchun qachon desa izazalal marad va safar. Kasallik bilan safar holati yo'qolgandan keyin qazosini qilib olishinglar uchun. Val fi'lul muallalu mahzuf madlulun alayhi bima sabaqa taqdiruhu. Demak, mush fe'llar
başqa bir tashlanib ketgan bir fe'lning illatlari ekan. Bunda qilishing uchun bunda bo'lish uchun ekan, ma'lum bir elib tashlangan bir fe'lning illatlari. Ya'ni shuri'a zalika litukmilu va litukabbiru degan. Yani shuri'a degan so'z bo'lmishadi. Mushu hukm sizga bunda yo'l qo'yildi. Bu nima uchun? Litukmilul idda va litukabbirullah demoqchi. Demak, mishad fi'l muallal mahzuf deganda mishada mushu illatlar bog'langan fe'l mahzuf bo'lib ketdi. Iddatni to'shqizishinglar uchun nima bo'ldi desa, shu hukm sizga ijro qilindi, bekitildi demoqchi. Madlulun alayhi bima sabaqa taqdiru. İlgiri bizda şu taqdir qilindi u bu deb jumlani shunda qurashtirgan emasmi? Shuning mazmunidan shu chiqdi deydi. Bu shariat degan so'z hozir ilgirki jumladan chiqdi deydi. Yani bunun neticesini buldu. Onda bağlap baksak veli tukmilul idda veli tukabbirullah ala ma hadakum ve leallekum teşkurun şuri'a zalik. Yani bunda kılışınız için şuri'a zalik deyin yapar. Şuri'a degene şuri'a terk siyami fi ya aşuların hemmisi. Yani Ramazan ayında sağlam bu adamın ruhsatı, kisal ya sefer olup qalsa onun ruhsat bağlıqı, muşunun hemmisi yol qo'yilishi nima uchun? Veli tukmilul idda veli tukabbirullah ala ma hadakum ve leallekum teşkurun. Demek bunun takdiri nima ise veli tukmilul idda veli tukabbirullah ala ma hadakum ve leallekum teşkurun şuri'a zalik. Yani bunda bo'lish uchun ashula yo'l qo'yilgan deydi. Yani cümletu ma zukira min emri şahid bi savmi şehr ve emri murakhas lahu bi mura'at iddat ma aftara fihi ve min at-tarkhis fi ibahatil fitr. Muşlarning hammasi nima uchun yo'l qo'yildi? Li tukmilul idda va li tukabbirullah va li tashkurun. Bunda qasa ba'zi mufassirlar degan misol kutiba alaykumus siyam la'allakum tattaqun. Misol taqvolik yetishinglar uchun siyam yani Ramazon oyida ro'za tutish sizlarga farz qilindi. Bu yerdagi g'oya taqvolik yetish deb tafsir qildiganlarninki so'ziga mag'ib toza qarshi qilindi ya. Bu yerdagi taqvolik yetishlar emas. Alloh taolani tukabbirullah. Shu ishlarni pomlab akasak oyg'ini nima chiqdi? Taqvo deganga bor. Demak bu aning qachi bir tarmoqlardek. Bu ishini shundoq ham jug'ilsak, netis taqvo degan gap chiqdi. Demak bu yerda bir necha turli hukmni yo'l qo'ydi. Bir-biriga o'xshamaydi. Birisi ruxsat, birisi normal bir azima shunama. Bunda bo'lgan ekan, anda yengillik bo'lsa biz nima qilib top, shukr qilishimiz kerak. Allohni ulug'lashimiz kerak. Yani shu ro'zani tutib nima qilgan ekan. Demak, bu yerda mush ishlarning hammasi, ya'ni Ramazonda sog'lom bo'lgan odamning ro'zasi, ruxsat qilinganlarning andin ig'zo ochgan kunlarning sonini shu aynan ra'y qilib shu kunlarda o'rin to'liqlab olishi, yana ig'zo ochgan fidiverib degandek mush hukmlar hammasi bunda qilish uchun yo'l qo'yilgan demakchi. Faqawluhu litukmilu illatul amri bi mura'atil idda mana. Litukmilu degan nimaning illati esa iddatni to'shqizinglar deganninki illatidak. Sanni nima uchun to'shqizmas? To'liqlash uchun. Chunki kam qolgan emasmi? Bizning 25 kun bo'lib qoldi, 24 kun bo'lib qoldi. Biz qolgan 5-6 kunni sanni to'liqlasak, nima bo'ldi? Bizning 30 kun to'liqlangan. Bir ay to'liq qilingan. Vali tukabbiru degan nimaning illati? Illatu ma allama min kayfiyatil qada wal khuruj min ahdatil fitr. Yani qanda qazo qilib, gadandan qanda saqit qilishni o'rgatgan ishin nima uchun desa, Alloh taolaning taxmin ulug'lashinglar uchun. Sizga mushunda in'omlarni qilganlikdan Alloh taolani ulug'lab qilinglar demoqchi. Wala allakum tashkurun degan nimaning illati esa, aynan ruxsatlarni berganlik mushu kengchilikka qarata siz shukr qilishinglar uchun. وهذا نوع من اللف واللف والنشر ما بلاغي اسلوبه. 3-4 narsani qata tizitib, 3-4 narsani yani xato akasa bu har biri birisiga chetishlar. Xuddi masalan Qur'onda boshqa misollarni ko'p unda. Odatda masalan, amatahun, samatahun, mamatahunni sinf boshlig'i, o'rganish boshlig'i, tazliq boshliq qildi desa, birinchisi birinchi sinfga, ikkinchisi ikkinchi sinfga, uchinchi sinfga tegishli bo'ldi. Bu laf va nashr deymiz. Latiful maslak. Buna bak chiroyli isl uslub bu. Va ibora bak fayzli bo'lib ketadi unda ibora sursa. Albatta shu badiyaning bir turi emasmi? Va uddiya takbiru bi ala. Endi li tukabbirulloha ala dedi. Shunama ala degan jar majrurlan mutaaddi yo'lda bu dedi takbir. Nima uchun esa shu ma'no tadammun va dedi. Ma'no tadammun degan biz arab tilida
Bunda uslub ba degan to'q. Samiallohu liman hamidad. Samiallohu liman hamidat. Kimishun lam kep qoldi bu yerda esa li tadammunihi ma'nal istijaba. Alloh taolo hamda aytgan kishining hamdisini Alloh taolo anglab, uningga loyiq mukofot turdi yoki javob qaytirdi degan ma'no. Bu g'illiq. Shu yerda ala bilan kelganligi mishada hamd ma'nosini o'z ichiga oladi deydi. Alloh taologa hamd aytgan holatda Alloh taolaning ulug'lashinglar uchun كأنه قيل لتكبروا الله أي لتعظموه حامدين على ما هداكم إليه مشنا مزمون بالغ ولتكملوا بالتشديد أبو بكر وأبو بكر الصديق مو يا أبو بكر يا قاري مو شعبة قاري أبو بكر يا قاري ولتكملوا دب مشدد أخته ولما قال أعرابي لرسول الله صلى الله عليه وسلم أقريب ربنا فنناجيه أم بعيد فنناديه بالأعرابي رسول الله صلى الله عليه وسلم دبته Rabbimiz yakınmı? Endi yakın bolsa biz baqirmay pishirlab duo qilaylik, so'z qilaylik, tilaylik. Ya jiroqmi? Jiroq bolsa biz to'laylik dedi. Ya bunda so'rabdim. Jiroqmi, yaqinmi? Jiroq bolsa biz to'laylik. Yaqin bolsa pishirlab duo qilishimiz duo qilsak bo'ldi-ekan. Degan chaqda o'sha oyat nozil bo'ldi. Va iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Mening bandalarim senden so'rab qolsa, nimani so'rasa, men to'g'riliq deydi. Anni degan men to'g'riliq. Men haqiqatan yaqindurman deydi. Sa'alaka degandan bir tashrif bor. Sa'alaka senden so'rasang, Rasulullohdan so'rash orqali bilib oldim. Senden so'rab qolsa degani Rasulullohdan bir tashrif. İbadi degandan bir tashrif. Mening bandalarim, ya'ni o'ziga idofa qildi. Bu bir tashrif. Anni degan so'z mishada mening ashi yaqin ya jiroqliqim to'g'riliq demoqchi. Men haqiqatan yaqindurman. Qanday yaqin desa, Alloh taolaning bu makani yaqinlik muhal bo'lg'achqa, Alloh taolo bir jism bo'lmaganlikdan, jism bo'lsa bir o'rin egallash bo'ldi. Unda bo'lmaganlikdan yaqin deganligim emas, bilib turish jihatdan, ya'ni tilikini anglab, bilib turib, ahvon ko'rib turish jihatdan va ijobat qilish jihatdan yaqindurman degan bo'ldi debdi. لتعاليه عن القرب مكانا مكان جاتن يقين degan Alloh taolaga muhal bo'lg'achqa Alloh taolo uningdan pak bo'lg'achqa shunda deymiz demoqchi. Ujibu da'vata da'i idza da'an tiliguchining tiligiga men ijobat qilaman, men duo qilsa dedi. الداعي دعاني في الحالين سهل ويعقوب ووافقهما أبو عمرو ونافع غير قالون في الوصل. Hem ya da ad-da'i da'ani deganda mishada ayn bilan nun mishada yani qetib o'qish o'qimaslikda qarilar ixtiloflashib qopti. Ikkili ahvolda degan mush ikkili so'zni da'i da'ani degan mush ikki so'zni mush qarilar Sahl Yaqub, Abu Amr, Nafi' mushular qanday o'qdi? Ya bilan o'qdi. Ujibu da'vatad da'i idza da'ani deb ya bilan. Qalundan boshqalar dedi. Qanday ahvolda fil wasl ulab o'qigan chaqda. Biz ujibu da'vatad da'i idza da'an deganda ya chiqmaydi ekan. İza da'ani fallastajibu deb bunda o'qilsa ya chiqiribdi dedi. G'ayruhum bi g'ayri ya fil halayn. Mush qarilardan boshqalar mush ikkili so'zda yasiz o'qidi. Ujibu da'vatad da'i idza da'an yoki ulab o'qisin idza da'ani fallastajibu deb. Bizning Hafs an Asim qira'atimi shu? Yadir vaslda tutashtirib o'qigan chaqda idza da'ani fallastajibu deb o'qiydi ya bilan. Bizning qira'atimiz idza da'ani fallastajibu deb. Ya chiqamaymiz. Vaqtida zada ya chiqmaydi undan. To'xtagan chaqda ujibu da'vatad da' idza da'an deb to'xtaydi. Thumma ijabatu du'a wa'du sidqin min Allah la khulfa fi. Duani ijobat qilaman degani mishada Alloh taolo mush va'dasini zot beka qilib o'tmaydigan, cho'qim turadigan bir va'dadan iborat. G'ayra anna ijabatu da'va tukhalifu qada al-haja. Endi ijobati da'va degan tilikini berib hojatni ravo qilishdan boshqa gap ma'vo dedi. Bu yerda jinski bir farq bor. Fa ijabatu da'va an yaqula al-abd ya rab fa yaqulu Allahu labbayk abdi. Chaqirig'iga javob qaytirish, ijobat qilish degan bo'ldi bo'lsa, "Ey Rabbim" desa, "Lavay bandam" degandek bo'lsa. Ha, deb aning qarta bir javob bersa, bu ijobat da'vo bo'ldi dedi. Lekin u tilikini hamma qilib bersa, vujudga chiqarib bersa, u ijobat da'vo emas dedi. U qadal haja debdi. Va hada mav'udun mavjud li kulli mu'min. Demak, qanda bir mu'min
Ya Rab deb shunda chaqirgandan lan labbay deb Alloh taolo ha deydi. Lekin endi uning manda qilpasi, unda qilpasi degan hammani qilpiramda qilpamamdi. Bu boshqa masala. Bir qismini qilpirishi mumkin, bir qismini kechiktirishi mumkin, 10 yildan keyin, 30 yildan keyin qilpirishi mumkin. Bir qismini faqat ijobat qilmasligi mumkin. Chunki u duoning ichi ijobat faqat bo'lmaydigining bor. Mana 1000 yil umr vasida biz duo ijobat bo'lmaydi. Bunun başqa har xil nima bordi. Butun dunyodagi butun musulmonni sog'lom, mushunda qilvatlasi ungacha cho'qim kasal bo'ldi. Hamma sog'lom bo'lib ketdi. Bizning qilgan duolarimiz shunday bo'lganda ko'pincha asham mana asidin xoli, butun g'alabalik, hamma bayashat mushunda qilvatlar endi musulmonlar. Hammaga mag'firat qilvatlar. Bunda. Lekin u unda bo'lmaydi. Hamma kishilar sog'lom, hammasi boy, hammasi chiroyli bo'lib qolsa Allah Teala'nın dünyadaki sünen ilahiye gizlidir. Nağınki şu an emmine onda mağfiret kılıp hem nukla iş yok. İcabet kılınmış mı dua? Onun icabet kılınmanın ornuğa yani mükafat verildiğin müştoğunda hadis geldi. Bir hadiste hakim rivayet kıldığı hadis bu. Allah Teala kıyamet günü beni hitap kılırken. Ey bendem sen dünyada onda işini tilep dua kılgantın şunda mı? Sen şunda ey Rabbim. Ben şunu icabet kıldım mı kılmadım mı? Kıllar. Hem de yana manda dua kılgantın bunu icabet kıldım mı kılmadım mı? Ya kılmırlar. Diyendiken bana aş icabet kılmagan dualarımın ornuğa sana mama yaxshilikni saqlab qo'ydim deganki bunda qarab shu chaqda shu banda deb qoldik. Atla ashi hech qaysi duoyimni ijobat qilmay hammani o'sha oxiratga saqlab qo'ygan bo'lsa sal ajroq hadis lekin o mazmuni mumkin. Demak duo degan ibodatning javhari bu, muhim ibodat. Qulluq izhor qilishning bir usuli. Yani ijobat bo'lsin bo'lmasin biz faqirligimizni, muhtojligimizni, ojizligimizni izhor qilib Alloh taologa yelishga iborat. Bunga ijobat bo'lmadi. Bo'lmasmi uning o'rniga shunday mukofotlar kelib turdi. Ya uning o'rniga ba'zi balo musibatni Alloh taolo ko'tardi dedi. Yani ba'zi bir balo kelmoqchi ekan, ya kasal bo'ldi ekan, ya bir musibat keldi ekan, va duoni qilish orqali Alloh taolo u duoni ijobat qilmabdi ekan, u ijobat qilishning o'rniga balo musibatni ko'tardi. Demak, bu shu unda xoli emas. Demek her qanday bir mümin ya Rabbi dese ha bendem nimdeyse deb Alloh taolo javob qiladi deydi. Lekin bu javob qilish degan adning tiligini hemen javob qilish degan bo'lmaydi. Ajni ravo qilish degan bo'lmaydi deb ikkisini farqini ayiribdi. Va qadal haja i'tal murad mana. Murad maqsadni tiligini berishdan iborat va da qad yakun najizan. Endi bu qanday bo'lishi mumkin? Darhol bo'lishi mumkin. Yani bunun tilikine derhal şu çadlan cevap kılıçım. Mesela zulüm uçurgan, fin ahıldı kağalla dua kısa şu çadlan. Feneceynahu ve kezalike nuncil müminin. Ama aslında Kur'an-ı Kerim'in nurga ayetli var. Şu duanın üstünde kıpağan nikillam, fedeplam cevap kağallıkına. Ve kederken nuncil müminin. Demek fennecce şu duan şunda kılışı haman gerçekten icabet kılıp toktayım oldu. Demek derhal degen gelmiş. Nacizden degen şu çağıtlam bunu kılıç mümkün. Ve kad yakunu ba'da mudde. Belki bir muddetin keyin, bir aydan keyin, bir yildan keyin, 10 yildan keyin icabet kılıç mümkün. Ve kad yakunu fil ahiret. İcabet kılmay lekin ahiretde de saklap koyuş mümkün. Ve kad yakunu khiyaratu lahu fi gayrihi. Belki onu icabet kılmaslıkta ay insanın menfaati şunda bo'lsa mumkin. Mesela bazen turmudan chiqishga nisib qilsa Alloh taolo deb duo qiladi. Bunun taza belki biz tarafdan aytganda belki ash kishi uchun turmudan chiqishi xayrli bo'lmasi mumkin. U turmudan chiqsa, ondan dunyoda ezib tezib, zina fahish qilib, o'g'ri qaroqchilik qilib, odam o'tirib, nurg'un jinoyatni qilib, keyin qattiq jazoga loyiq bo'lib qolishi mumkin. Turmada yatsa, belki dunyoda unda gunohni qilmay o'tib ketib, texa o gunohsiz ketib qolishi mumkin. Şuna undan aslını tilash tazim emas. Alloh taolo duo qilgan chaqda undan aslını tilmay, dunyoda bunda musulmon ketishni, dunyo va oxiratni xayrli qilsa deb bunda shaklda duo qilishadi. Umrimni uzun qilsa deb turibmiz. Umrini uzun qilib, balki umrining oxirida bu ezib tezib qalaymiqan jo'ylab kufr so'zishi mumkin. Umrining uzun bo'lishi o insonga nisbatan xayrli bo'lmasi mumkin. Mal dünya takıslar milyoner olab toza bulab bo'lgandan keyin unda bu zakatini vermay, aramzalishib, takabbürlik qilib, dunyodan yani jinoyat bilan ketib qolsa bu uning uchun xayrli bo'lmaydi.
فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي unda bo'ladigan, unda olsa menga duo qilib tursin dedi. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي deganlar har xil tafsir qildi. إِذَا دَعَوْتُهُمْ لِلْإِيمَانِ وَالطَّاعَةِ كَمَا أَنِّي أُجِيبُهُمْ إِذَا دَعَوْنِي لِحَوَائِجِهِمْ. Xuddi ular o'zining hojatini tilab menga duo qilsa, men ha lavay deganimdek, ijobat qilganimdek, ularni men iymonga, menga itoat qilishga chaqirsam, menga lavay desin, bo'ysunsin. İstecibli deganda mesela istecibuli dedi işte ama muşini hazır nimda tafsir qildi. Mening chaqiriqimga ovoz qo'sh, menga bo'ysun degan ma'noda. Ha, lekin fallastejibuli deganni menda tafsir qilsak bo'ldi. Ya'ni mendan ijobat qilishim tilanglar debchi. Chunki men chaqirgan bandamning chaqiriqini ijobat qilaman. Undan menga duo qilinglar. Fa bo'ldi yani. Şada xuddi bir sababiyadek. Unda bo'lgan ekan, avval bunda bo'lsa, duo qilaman. Chunki duo qilsam ijobat qilaman. Demak, "Idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'vatad da'i idza da'an." Ani bunda bo'lgan ekan, duo qilaman. Yoki men bo'ysuninglar dedi. Lekin musannifning degan gapi, sizning va degan gapni o'zdirda aytishlar. Ha. Hadiyadan tepaldim bu gapni. Musannifning degan gapi emas. Ya musannif yada men itoat qilaman degan ekan. Deydi. Ya'ni men ikkinchi tafsirida unday emas, "Fal yatlubu ijabati lahum idza da'awdi." Vel yu'minu bi. Yana menga ishonsin. Vallamu fihima lil amr. Bishada fal yastajibu vel yu'minu degan lam al amr. Buyruq. La'allahum yarshudun. Aynda qilsa belki ular to'g'ri yo'lni tepib ma'alishi mumkin edi. Yakunu ala raja'in min isabat rushd. Aynda bir umid ustida bo'lishi mumkin. Qanday umid ustida? To'g'ri yo'lni dal tepib ezib qolmaydi demakchi. Ya'ni yastajibu deganni menga duo qilsin desa, bu mu'minlarga qarata yu'minu bi dazmu qilsa, mush umum bandalarga deydi. Kafirmi Allohning bandasi ku? İbadi degani mishada hozir musulmon kafir hammani o'z ichiga olgan bo'ldi. Kafirni o'z ichiga olmas, ibodat qilib bo'lmaydi. Alloh taolaning bandalari shu. Musulmon so'rabdi hamda. Arabiy so'rabdi, musulmon bo'lgan arabiy endi. U so'rabdi, lekin mishada ibadi degani musulmon ham kafir normal duo qildiganda musulmon duo qiladi endi. Tamam, ko'pincha javobda. Yoki tashrif dedik masalan ibadiy. Tashrif. Alloh tashrif bo'lganda shu musulmon. Ibadiy bo'lgandan keyin men ibodat qilmoqchilar bo'lgandan keyin u kafirlar ibodat qilmagandan keyin masalan Alloh taologa. Yo'q, ibodat qilish kerak bo'lgan insonlar shu. Ibodat qilish kerak bo'lgan insonlar. Demak, Allohning bandasimi emasmi shular? Kafirlar tashrif berilmasin. Kafirmi? Hayvon boshqalarga qaraganda endi tashrif band bo'ldi. Ibadiy. Ruhillohga. Qullarım degan bo'ldi. Kafirmi shu Allohning quli. Shu oyatda fallastajibu vel yu'minu bergan ma iymon etsin degan gapmi xuddi shu kafirlarning ichidan iymon etmaganlar bo'lsa iymon etsin. Ya'ni iymon etib bo'lganlar bo'lsa duo qilgancha ama ishongan holatda unda duo qilsin. Ishongan holatda men taat qilsin. Iymon ustida sabit bo'lsin deganman. Demak, o'sha buyruq bor. Men iymon etsin, men duo qilsin yoki men taat qilsin dedi. Bunda qilsa nima bo'lmoqchi? To'g'ri yo'lni tepib qolar balki. To'g'ri yo'lda minib qolar. Kana rajul idza amsa halalahu al-akl wash-shurb. Hamda oyatimiz tugida. Keyingi oyat qarta datidi. Hamda mushu ro'za ahkomlari nima qilgan chaqlarda, dastlabki chaqda kech kirgandan keyin iftor qilish halol bo'lganda, yemak-ichmak bo'lsin, jima bo'lsin, mushu ishlar halol bo'lgan. Namozdan keyin ham halol bo'lgan. Ila an yusalli al-isha al-akhirah. Aşağı ahir degan xutdan. Mag'ribdan aşağı ula desang, ma ahir bo'ldi. Ya ikkisini aşağı deb qo'ydim taqriban. Tan namozda o'qigan qadar mush ishlarni qilsa bo'ldigan yoki uxlagan qadar, yo xutdan o'qigan qadar, yo uxlagan qadar. Qaysi ikkisini bisini qilib qolsa bo'ldi cheklandi degan. Shamda uxtangiz tomoq yer etib tutansiz? Ha, yoki uxlagan qadar. Shamda uxlab qolsa, o'g'angan ekan bo'ldig'ini qilmaydi. Shunda bo'lgan ekanda fayda sallaha awraqadana ya xutdan o'qisa yoki uxlab qolsa valam yuftir bo'ja ig'iz ochmagan bo'lsa-mu iftor qilgan chaqda iftor qilmay uxlab qolib o'g'ansa u chaqda yemak ichmak jima bu cheklangan. Ya'ni kelar kun namozdan keyin bo'lgan qadar kelar kun iftor qilgan vaqt bo'lgan qadar yana ro'za tutgandeklam turish kerak ekan. Summa ibn Umar radhiyallohu anhu waqa'a lahu ba'da salat al-isha al-akhirah. Yahudiylikdagi shu qiyimda yoki arab tilidagi Ibrohim alayhisalom. Başta shu islom shariati shunda yo'l qo'ygan. Keyin undan avval bo'lgandan keyin Alloh taolo yengiltib bergan. Umar radhiyallohu anhu tanni o'qib bo'lgandan keyin ayoli bilan birga bo'lib qopdi.
Falamma gtasala akhada yabki. Junupalab apla istabjilab o'tiribdi. O'zi taptani qilib, keyin Rasululloh sallallohu alayhi vasallam huzuriga kelib, buga ishni ma'lum qildi. Qilgancha Rasululloh aytdi: "Ma kunta jadiran bidalik." Sen Umar bo'lgandan bunday qilsang bo'lmaydi. Ma ishni sendan sodir bo'lsa bo'lmaydi ma. Umar odatga bir odam bo'lgan ekan. Başka adetki bir Müslümanlardan sadir olsun, senden sadir olsa ma bulmaydı işte depti. Dediğin çıramlık mı? Layık diyen buldu. Sen bunun layık emasdan diyendek. Demek Ömer dinde bek çiğen, bek takvadar, bek layıklığın boğaçka Resulullah'ın taptağını kıldı. Fenezele uhilla lekum leyletes siyamir rafatu ila nisaikum. Sizlarga ro'za tutgan kechalari ayollarga yaqinlashish, ayollar bilan jima qilish halol qilindi. Uddiya bi ilahin ila nisaikum dedi. Demak bu şey rafat deganda jima deb tafsir qildi. Rafat deganda sat qilib, sat eshitmoqchi. Endi nima uchun ila bilan mutaddi qildi buni desa, li tadammunihi ma'nal ifda. Ifda degan nima? Yetish, yetib berish degan ma'no. Va kayfa ta'khudunahu faqad afda ba'dukum ila ba'd. Bir-biringlarning vasliga yetdinglar. Tamam? Ya'ni jima qilib bo'ldinglar, qilib bo'lgandan o to'yliqni qanday qaytara olasizlar degan gap. Endi afda degan yana bunda nimani bildirma. Fiqh kitobda to'liq chiqdi. Alda oxir yo'lni ikkisini o'tmib to'sh qilib o'tdi degan gap. Bu ayolni al-mufda va afdaha desa bu jinoyat bobi chiqdi bu. Jinoyat bobida ashunda bir ahvolni sodir qilib qolsa, uni to'lam qanday kildi, hokazo. وإنما كني عنه بلفظ الرفث الدال على معنى القبح. Demek rafat yani sat qabih degan gapda shuni ama sat qabih degan so'zni mushuning o'rnida kinoya qilib ishlatdi dedi. Jimoning o'rnida kinoya qilib ishlatdi. Walam yaqul al-ifda ila nisaikum. Ekan mana ayollaringlarga vasli qilib yetish masalan, billulash, bir yostiqni bosh qo'yish degan gapni qilmadi dedi. Lekin rafat degan sat gapni bu yerda ishlatdi dedi. Nima uchun? İstiqbahan lima wujda minhum qabla al-ibah. Men cheklab tursam, ayollaring bilan bunda birga bo'lsanglar, bu bir rafat bu. Qabiy ish ma bu. Bunda his qildirish uchun. Demak, shu ayollarga hozir yaqin kelishni sat ish deb qabihlikni ko'rsatadi. Bo'lmasa, rafat degan so'zni ishlatmay, siliq gapni ishlatsin bo'libdi. Afda degan siliq. Afda degan siliq. Shu vaqt afda ba'dukum ila ba'd deb oyatda dedi-ku. Bu yerda lekin ar-rafat dedi. Qabil ko'rsatgan ayatda rafat dedi. Shunga hajz oyatlardami? Fala rafata va la fusuqa va la jidala fil hajj. Shu rafat degan shu, qalay maqam tillashish, shu jima mushulam buni deydi. Demak bu sat ish buni qilmanglar demoqchi. Mushu cheklangan chaqda yaxshi ko'rolmaydi. Shu chaqda sat ishdi bu. Keyin uhillalakum deb nuq bo'lgan ekan nima edi? Uhillalakumdan keyin kelgan tursa bu rafat. Tiqbahal lima wujida minhum qabla al-ibaha. Mushu mubah qilishdan ilgari qonunning sodir bo'lgan ishni tabiiy ko'rsatish uchun bu sat ishni ma'qul deb aytdim, mayli bo'ldi degan tariqa. Kama sammahu ikhtiyanan li anfusihim. Ay imra'ata kuntum taxtanuna anfusakum dedi. Xuddi o'zingizlarni xiyonat qildinglar deb bu bir xiyonat deb atadi. Demak, shuncha chekligan vaqtlarda bu xiyonatga o'xshashdi. Walamma kana rajul wal mar'a ya'taniqani wa yashtamilu kullu wahidin minhuma ala sahibihi fi anaqihi shubbiha bil libas al mushtamil alayhi bi qawli ta'ala hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Yani ayol kishi bilan er kishi bir-birini quchoqlagan ahvolda, xuddi bir-biriga o'rangandek bo'lgandan keyin, xuddi bu kiygan kiyimga o'xshatib, o'rnib olgan kiyimga o'xshatib, uni hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna dedi. Ularni sizlarning kiyim-kechaklar, sizlarning ularning kiyim-kechaklari. Wa qila libasun ay sitrun anil haram. Libas degandan da mundam deb topdi. Ma birinchi tafsirda kiyim-kechak o'rnida dedim. Bu xuddi majaz bu desak bo'ldi. Ikkinchi tafsirda yaq bu haramdan pardolab turadigan bir pardadak debdi. Wa hunna libasul lakum istinafun kal bayan li sababil ihlal. Endi hunna libasul lakum degan mush so'z hozir yangidan boshlangan bir jumla deydi. Endi nima uchun oyatda uhilla lakum dedi. Halol qilindi nima uchun desa, hunna libasul lakum antum libasun. Tan uchun ular kiyim, ular uchun sizlar kiyim degandek. Shundan kiyimdan ayrılanmagandek, ayrılanmaysizlar. Yani kiyimsiz sırt chiqolmagandek, davomli quchoqda kiyim bor jurgandek, bu ayollarlanma shunda davomli birga bo'lib turgan juktinglar bo'lgan ekan, shunga biz halol qildik deb halol qilishning illatini hozir bayon qilyapmiz. وهو أنه إذا كان بينكم وبينهن مثل هذه المخالطة والملابسة مشندا aralashib davomli unda chaplashib turgan bo'lgandan keyin qalla sabrukum anhunna sizlar ulardan ayrilib sabr qilib turolmaysizlar
ve sa'uba aleykum ictinabun. Ulardan ner turish sizlar qiyin bo'ldi. Falida rukhsalakum fi mubasharatinna. Şuna sizlarning ular bilan birga bo'lishinglarga ruxsat qilindi. Alimallahu annakum kuntum taqtanuna anfusakum. Yani Allah Taala sizlarning o'zlaringizga xiyonat qilib, cheklangan bo'lsa-mu jima qilib turganligingizni bildi. Allah Taala bildi sizlar yanalar buni raqamman jima qilsizlar. Tazlimunaha bil jima. Jima orqali o'zingizning nafsingizga zulm qilasizlar va tunqisunaha hazzaha min al khair. Uning yaxshilikdan bo'lgan nasibasini kamaytiribsizlar. Val ixtiyanu min al xiyana. Ixtiyan degan taqtanun degan xiyanadan kelib chiqqan. Kal iktisabi min al kasb. Kasb degan so'z kasbdan iftial vazni chiqqandek o'xshashadi. Fi ziyadatun ashidda. Yani ziyadatul mabna tadullu ala ziyadatul ma'na degandek, unda qattiqroq xiyonat qilsizlar degandek. Fataba alaykum. Allah Taala bildi hamda, bildi. Shunga sizlarning tövbanglarni qabul qildi. Hayna tubtun siz tövbe qilgan vaqtinglarda, demak ayni yig'lab, men bunda qilib soldim, aplarda pushmon qilib tövbe qilgan bo'lar. Shu uchun tövbangni qabul qildi. Cheklamaga rioya qilmaganliginglar jihatdan qilgan tövbanglarni qabul qildi. Va afa ankum sizlardan kechiryapti. Shu ruxsatdan ilgari qilsagan shunda ishlaringlarni kechiryapti. Fal ana bashiruhunna. Mana amda ular bilan bilolanglar dedi. Bashiruhunna deganda jami'uhunna debdi. Yani jima qilinglar. Qachon fi layalis sawm, ro'za tutgan kunlarning kechalarida tong otqicha jima qilinglar. Va amru ibaha mana. Amru ibaha deb biz usul fiqhda o'qidik. Al amru ba'da an-nahy tufidu al-ibaha. Amda yaqinki asani bo'ldi o'sha Ramazon kechalari demak. Va summiyatul mujama'a mubasharatan. Amda nima uchun mubashar deb bunda ishlatdi buni desa, bashara degan insonning terisini bashara deymiz. Jima qilgan chaqda ikkisining terisi bir-biriga chaqishib turadigan bo'lg'achqa mubashara deb. Basharada dastlab qilib sening oldingi ko'rinadigan yoki sana ma'lum bo'ladigan narsa. Bashara degan insondan darhol biz ko'rinadigan nima? Terisi. Dastlabda ko'zga chiliqadigan narsa degan ma'no bashara degan. Fal ana bashiruhunna. Budan biz Uyg'urchadami? Ha, hamda bir yostiqni bosh qo'ysangmi bo'ldi deymiz-ku. Yani jima qilsang bo'ldi deb bunda demaymiz. Bilsang bo'ldi deb bunda chiroyli qataymiz. Shunda mubasharat. Wabtaghu ma kataballohu lakum. Yani Allah Taala sizlarga putvatgan narsalarni tilanglar, talab qilinglar. Watlubu ma qasamallohu lakum. Allah Taala sizlarga taqsim qilib, bo'lib bergan narsani, nisibanglarni talab qilinglar. Va asbata fil lawhi min al walad. Lawhul mahfuzda farzand degandek mushunda taqsim qilib etgan nisibanglarni tilanglar. Qanday qilish orqali, jima qilish orqali. Ay la tubashiru liqada'i shahvati wahdaha. Yani shahvatni qandirish uchun jima qilmanglar, lekin Alloh taolo mush tanasul uchun nikahni yo'l qo'ygan. Shuni ko'zlagan holatda nikahni shu belgilashda shu tanasulni ko'zda tutgan bo'lganlik uchun sizlar shu farzand tilashni ko'zda tutib, undan jima qilinglar demoqchi. Tavabtagul mahallalladi yoki Alloh taolo sizlarga yezib etgan va halol qilib bergan o'rinni talab qilinglar dedi. Harom qilingan o'rinni talab qilmang. Ya'ni jima qilgan vaqtda oldi talab qilinglar, oxir talab qilmanglar degan ma'no tafsir. Ya'ni bir tafsirda ibtaghu fadla laylatul qadr deb tafsir. Ibtaghu ma kataballohu lakum degani kechida sizlar qadr kechisining fazilatini izlanglar, talab qilinglar. Yani Kadir kechasida sizlarga Alloh taolo shu kutib etgan shu katta savobni ko'zlanglar deb tafsir. Yani bu niyada vabtaghu ma kataballohu lakum degandan farzandga xos qo'ygandek qarab tushunama. Yani bu umum bo'lishi mumkin. Yani bu Rasulullohning va fi bida ahadikum sadaqa. Bunda bo'lgan ekan farzand topay deb bunda jima qilmasmi? Halol munosabat bo'lay deb o'zining ehtiyojini qandirish uchun, shahvatini qandirish uchun, i'fafun nafs, i'fafuz zawja masalan. Bunda qilish uchun jima qilsimi, bu savob bo'ldi. Shundan yani fazilatni ko'zlamagan. Yani bola bo'lsin, bo'lmasin, Alloh taolaning fazilatiga erishaverdi bu. Demak, shu Laylatul Qadrining fazilatini qo'ldan bermanglar degan ma'no bo'lishi mumkin. Yoki vabtagu ma kataballohu lakum min al-mut'atil halal desak bo'ldi. Halol, uzr halovat, shahvatni qandirish tilanglar, yana shuni qilsam bo'ldi.
Halal yo'li bilan qilinglar lekin. Alloh taolo yezib ko'rsatgan bo'yicha demoqchi. Shuma keyingi tafsirdami shu Alloh taolo ko'rsatgan urug'inga demoqchi. Boshqa emas. Va kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad. Sizlarga tangning subining oq siziqi ayrim ma'lum bo'lgan qadar yeb ichaveringlar. Va awwal ma yabdu min al-fajr al-mu'tarid fil ufuq. Bu mu'tarid degan to'g'risqa oq bir siziq paydo bo'ldi. Kun chiqish tarafga qarasak, mana to'g'risqa. Amma manda uzunusqa bo'lsa mustatil bo'ldi. Manda uzunusqa yo'riq bo'lsa u yolg'on. To'g'risqa bo'lsa bu tang atqanlikni bildiradi. Fil ufuq. Ufuq degan kun chiqish tarafga osmon taraf. Kal khaytul mamdud deydi. Oq siziq munda suzilgan, to'g'risqa suzilgan siziqdek bo'lsa, shu chaq qadar yanglar. Minal khaytul aswad kechining qorong'uligidan shu ufuqdagi oq to'g'risqa suzilgan siziq yoki jipdak ko'ringan narsa ayrilib nima qilgan qadar deydi. Ya'ni tang atgan qadar. Shubbiha bi khaytayn abyada va aswada limtidadima. Demak bu qorong'ulik bilan tangning subining yo'riqligini nimaga o'xshatdi? Oq qora ikki jipga o'xshatdi deydi. Minal fajr bayan anna al khayt al abyad min al fajr la min ghayri. Demak bu oq siziq hozir oq yip nimaning jipi deb boshqa ketib qolmasin kallangiz. Bu tangning subininki oqligi degan gap. Minal fajr keyin nazl bo'lgan bo'ladi. Yo'q, shu nimadan da labsulab qolmasin deb shunga bir sababliqa oq qora jipni yastiqning ostiga qo'yib yotdi emasmi? Ayni tushunib qolmasin deb minal fajr deb qo'ydi. Sababi minal fajr degan diqqat qilmay qolgan. Waqtufiya bihi an bayan al-khayt al-aswad dedi. Ikkisi birla minal fajr deb qo'ydi deydi. Chunki birga chetib qo'ysak ikkisiga bayon bo'la oladi. Aw min lit-tab'id min al-fajr yani ki min bir parçası deganni bildirdi. Li'annahu ba'd al-fajr. Chunki bu oq yo'riqlik degan shu tangning bir qismi. Yani dastlabki qismi. Va qawluhu min al-fajr akhrajahu min bab al-isti'arati va sayyarahu tashbihan balighan. Min al-fajr degani mishada isti'ar babidan chiqarib o'tib buni tashbih baligh doirasiga kirgizayotdi deydi. Bu isti'ar bo'ldi, qarin bo'lmagan bo'lsa. Isti'ara istimal lafz fi g'ayri mavdu'i lahu li alaqa mushabah. Demak bu yerda min al-fajr deb bu yerda g'ayri mavdu'i lahu ishlatmay buni. Mavdu'i lahu ishlatgandek, normal ishlatgandek ko'rsatdi deydi. Mana haqiqiyda ko'rsatdi deydi. Agar fajrni demagan bo'lsa, istarufdi. Ya'ni hozir bu jip degan hozir biz tikadigan jipni deydi. Buni endi tangda ishlatdi buni. Endi odam yana fajr desa, xuddi buni istar qilib ishlatmay haqiqiy ishlatgandek bo'ldi. Demak, bu hozir nima bo'ldi? Tashbih baligh bo'ldi. Hozir miyadimi tashbih baligh bo'lib ketdi deydi. Kema anna qawlaka ra'aytu asadan majaz. Mesela ben bir şirni ko'rdim, arslanni ko'rdim desam, bu majaz bo'ldi. Fayda zitta min fulanın raja tashbihan. Demak, falanni deb qo'ysang, bu chaqda bu majaz bo'lmay, o'xshashga kirib ketadi. Demak, bu yerda hozir bir lafzni fi g'ayri ma wudi'alahu ishlatmadim. Lekin birisini birisiga o'xshatsa, bu o'xshash iborat edi. Wa an Adi ibn Hatim radhiyallohu anhu qala, amadtu ila iqalayn abyada wa aswada فجعلتهما تحت وسادتي فنظرت إليهما فلم يتبين لي الأبيض من الأسود فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقال إنك لعريض القفا sen kapak kalıyken sen mezmun şu anda götürürken sen manda kallız küçük olsa akıllık zireklikten alameti kallız çoğun olsa dürtükten alameti olur. Çoğun uygurcum kapak kalla dedi. Kafa diyen? Yerden mesela kallısını demek içinde. Kallının ağ tarafındaydı. Ey selimul kalb. Yani selimul kalb diyen sada, ahkınal. Belki de çoğun aslında, cınızkın aslında düşünüp gitemediğin düz demek için. Liyano mimma yustadallu bihi ala belahat racul. Demek bunda belki sadda, ahkınal, bunda adamına adatta şu döterek adamı işletimiz var. Tüz adam, sada adam diyende. Ve kıllati fitnatihi. Anda zekatınınki azlıkını bildirdi. Dötük şu. İnnemâ zâlike beyadun nahar ve sevadul leyl. Demek Resulullah sen bunu düşünemezsen. Ya cins gibi bir manuvatta bunu düşünemezse bir yer mesleğini kündüzlükten yani tan atkanca kündüzlük şunda yorup başlandı kaç taraftan. Şunun aksızlığı bilen ve kişinin karanlığı doğru depti. Yani bir rivayette inna visadeke la'arid diye. Yastıkının astığa, tekkinin astığa bu işki jipne koyup yattı diyendiken yani bu asman zeminde bulduğun bu aksıkla yorukluk senin tekkinin astığa patkan bolsa bu tekkinin hakikaten kenken. Bukhari'de var rivayetim. Başında kengri, urunda gevdindiğin neyse senin tekkinin astığa patkan bolsa tekkinin bekçonken senin anlamak.
Derhal dikkat qilmagan bo'lishi mumkin. Summa atimmus siyama lil-layl. Andin keyin, summa degan andin keyin degan. Ma'lum bir nima o'tganlikni bildirdi. Andin keyin ro'zini kittaki kechiga qadar namasham bo'g'icha ro'za davomlashtiringlar demoqchi. El kaffa an hadil ashya. Ya'ni yemak ichmak, jima mushularni qilmaslikni qachon davomlashtirmaymiz? Shu namasham qadar. Dalilun ala javazin niyati bin nahar fi savm Ramazon. Mush oyatimda Ramazonning ro'zasida shu kunduzi niyatni qilsimi bo'ldiganligining dalili edi. Demak, bu Shafi'lar kechidan da niyat qilish kerak deganimiz bor. Ya'ni tabiiyat niyya min al-layl. Nima uchun desa, itman degan hozir tong etib, biroz vaqt o'tgandan keyin andin boshlandi bu. Bundan şu aralıkta azraq bir kunduz bulab bo'lgandiki gap. Bundan keyin kunduzning bir qismi tahniyat qilmay andin boshlangandek bir ahvol bor edi. Tang etib azraq vaqt o'tgandan keyin andin va to'liq tamomlanlar dedi-ku. Tumma degan so'z shuni dalolat qildi. Va ala javoz ta'khiril ghusl ila al-fajr. Yana juyinishni tang etib bo'lgan qadar kechib tursin bo'ldi. Bizning yo'lda endi bir qarash bor. Junub holatda ro'z qo'psa bo'lmaydi deydi. Ramazonda kecha uxlab qoladi emasmi? Uxlab qolgandan keyin bu soat masalan tong atishga yarim soat, 1 soat qolgan chaqda arayal billolab qoldim. Chunki u 1 soat o'tkazib bo'ldi, fursat qo'ldan ketdi. U kunduzda jima qilgan ahatiga qadar. Shunami bo'libmi? Yangi to'y qilganlar uchraydi. Jima qilib qilgandan keyin shu azon to'lab tong atgan qadar bu juyinib qilmoqchi bo'ldi. Keyin endi azon chiqqandan keyin juyinib, ya'ni ro'zasini boshlagan chaqda bu junub holatda. Bundan keyin ro'zni boshlagan chaqda junub holatda bo'z bo'ldi. Keyin bunda bo'lib qo'ygandan keyin juyinsi bo'ldi. Va ala nafil visal, yana aqa ulab ro'zning cheklanganligiga dalil. Ya'ni atimusam ilal-layl dedi. Namazshamga qadar tamomlagan dedi. Namazshamdan keyin shu ig'zochsa, namazshamdan keyin ig'zochma yana ulab ati namazshamga qadar unda davomlashmaysa degan gap. Va ala vujubul kafarat fil akl va shurb. Namazshamgacha tamomlar, ya'ni namazshamgacha tamomlansa-chu, shatat buyruq xilof qildan. Xilof qilganlar nima kirdi? Kafarat bor dedi. Va la annal janabata la tunafi as-sawm. Mana junub holatda mesela ro'z qo'psang bo'ldi. Buncha taqi yo'q deydi. Bu gap nereden chiqdi? Oyatda uhilla lakum laylatas siyam rafatu ila nisakum. Ay tong atgan qadar jima qilib davomlashsang mayli, shunami? Tong atgandan keyin u jima to'xtish kerak. To'xtagandan keyin sen shu ro'z boshlagan vaqt shu. Shu chaqda junub holati bo'lsa, junub holati bo'lash udul kildi shunda. Udul kelsa, sen ro'zni boshlaversa, keyin juniversa, taqi yo'q degan. Shundan kelib chiqdi. ولا تباشرون وانتم عاكفون في المساجد. Yani sizlar masjidlarda e'tikof qilayotganinglarda, e'tikofda turayotgan vaqtlarda ayollar bilan birga bo'lmanglar. Akifun ya mu'takifun fiha. Bayyana annal jimaa yahillu fi layali Ramazon. Demak, Ramazonning kechalarida jima qilish halol, lekin li g'ayril mu'takif. E'tikof tu'g'adanga halol emas. Val jumlatu fi mawdil hal. Bu jumla hammasi hal holatida. Va antum akifuna fil masajid degani hal. Yani sizlar masjidlarda e'tikofda turganinglarda yaqin kelmanglar. Kechsimi shuni qiladi. Ya shu kecha halol qilingan chaqda gap. Kunduzda za cheklandi. Va fi dalilun ala anna al-i'tikaf la yakunu illa fil masjid. E'tikof degan masjidda bo'ladi, uyda e'tikof qilish yo'q degan dalil bor edi. Chunki bu fiqhiy olimlar fiqhiy masalalarda talash tartib bo'lgan masala. Qanday masjid bo'lish kerak, uyda e'tikof qilsa bo'lamdi, bo'lmamdi, yo'q, ayollar uyda e'tikof qilish afzalda, degan talash tartib bor. Ba'zilar 5 vaqt farz namoz o'qiladigan masjid bo'lish kerak deydi, ba'zi juma o'qiladigan masjid bo'lish kerak deydi. Unda. Yo'q, uyda e'tikof qilish yo'q. Uyda e'tikof qilish istiqomat bo'ldi. Yo'q, e'tikof degan masjidda bo'ldi. Masjidda e'tikof qilamsan, u e'tikof emas. E'tikof böyle 5 kun 6 kun bo'lgan çalışda bir shirin. Üçün ramana qoldi. Zurriyati. Shunga yekilgandan keyin u kishida anazakining ayoli bilan birga bo'lib qolsa, ana. Lekin oyog'ini ham to'liqmaydi ekan e'tikofni. Unda e'tikof bo'lmaydi. E'tikof qilmagan odamda kammi narsadan bahramon bo'lib, uy shirib o'shni qilib o'tib, ben chiqib e'tikof turib, unda e'tikof bo'lmaydi. E'tikof vaqtida zaten undan o'qimas kerak. Çünkü uyga Rasulullohning uyga chimigan. Uy chirishdan o'zda hatto derizdan unda 5 sinib payanchada Aysa radhiyallohu chechini yuvib qo'ygan. Uy sirib chechini yuvib chiqmagan. Derizdan unda 5 sinib payan. Chechini yuvib tarab qo'ygan. Mana uy chiysa, tabiiyamda o'z taraqqiy qilib qolishi mumkin Ramazonda. Shuni chimigan. Bu qatlar kafaret biramdan. Kafaretda e'tikof buzildi deydi. E'tikofni yani qayta agar 10 kun tutmaydigan bo'lsa, 10 kun e'tikofda o'tirmagan, e'tikof buzilib ketgan bo'ladi. Yani başka 10 gün yani e'tikofda o'tirishi kerak. E'tikof
adeti Ramazan'da buldu köpünce alımını karşıda. Roz tutuşuyla billa. Resulullah'ın Şavval'da etkap kıldı dep var. Keyinki vaqtlarda Ramazan'da etkap. Şu mesela itikaf kılsımı Ramazan'ın gayri itikaf kılsımı Ramazan bilen roz tutup itikaf kıldı deydiken. Etkap için rozu şart deydi galiba. Şunun karşıda şu rozu billi buluş kerak deydi. Bizning omatlarnikida unda itikaf qilish faqat bo'lib faqat itikaf taqilgan. Etkap kılış yok deyin gep. O itikaf qilay deb uyda qiysam ham deydi odamlar. Şu etkapda oturmaymiz undan. Öyle oturup istikamet kıldı bunda. Otta deyimiz undan. Ya hazır bu muhabble bizim otelde. Bundaki Allah fırsat veriş mümkün 10 yılın alıp bağırdı yani şu fırsatta. 2011'den burun şu şekilde. Hazır hem de etkapına kanda imkanı bağırdı sanılan. O konu bunda 10 gün bu musun? Bana hükümet yaptırmazsan bir gün, bir saat başında kısa vakit etkap oturaş niyetinde etkap tutası buldu dedi. Mesela biz bu namazdan arlıkta namaz şemgi kirdik etkamazdık. Namaz şem okup etkap niyetiyle oturup tane tarağını okup çıksak şu arlıkta etkap diyorum. Demek ki şunda ruhsatla karaydıgan mezhep var. Yani bir mezhepten babu karaş. Hanefi mezhepte etikafın en 3 günde etkam. Yok bir gün deydi lekin Hanefi mezhep işini başka karaştım bak. Muş karaş hadir şu muvafakın. Sonra etkap turaydı aslında 1 saat, 3 saat ende etkap turvası buldu. Ama onda 10 gün yetip kopup etkap kılış fırsat yok hadir. Mescid olmaydı hem de öyle etkap kılsam bulamda o etkap olmaydı istikamet buldu. Onun sevabı var. Etikaptan sevabı olmaydı. Onun sevabı yok diğerlik emez. Etikap hükmü olmaydı. Ayarlamış öyle noktası etikap olmaydı. Yani bir mezhepte ayarla üydeki mescidde etikap kıldığı da karaydı. Çünkü afdal salat var, salata fi beytiha. Yani uydan mescid beytigen kalsa, uyda devamlılık ve namaz okuduğun bir yeri var. Cey namaz silap şey namazını okup namaz has degan bir o'rin bor. Sonra Rasulullohning va sahobalar uyam kelib, "Menga bir namoz o'qiydigan yerni qilib bersizlar, tabarruk bersizlar" deb shu yerda Rasululloh aytib berib namoz o'qigan, nada o'qiyman ko'rsatib bersizmi, yani deb ko'rsatgan. Shu yerda namoz o'qigan. Abu Muslimda yani boshqa Atban ibn Malik masalan, sahobalarning misda shu uyda namoz o'qiydigan, yani masjidga chiqolmaydiganlarga nisbatan unda qilib bergan. Va shu Masjidul Baytullamni uyning namozgohi namaz okuduğu yere. Yani bir mezhepte şu ayalla öydeki namazgahta ya kaznaktak bir ya ki bir mihrap çıkargandak bir bundan devam namaz okuduğun bir yerde şu yerde oturup mescid tutağını etikap kıldı. Çünkü ayallar mescid etikap kıysa keçidi uxlagan içilip kaldıgan, her körüp kaldıgan bunda yaxşı olmaydı dedi. Emniyetten de sünnetli bahse ayallarımı mescidde etikap kıysa buldu. Şu çedirini tikep kıygan Resulullah'ın ayalları. Tilka hududullah, yani aşular, yukarı bayan kıygan aşı ekamların hemmesi nima? Allah Teala'nın çek-çigirileri, belgilegen çek-çigirileri deymiz. Fela takrabuha, şuna o çigirağa yakınlaşıp kalmanlar. Çünkü çigirağa yakınlaşıp kalan adam çekilengen ayağını sırıp kalışı mümkün. Femen hama havlal hima, yoşiga yerta'a fi. Degandek bu çigirağında, şu biz yolda bana vakta, maşine edip mansak, pişadiler yolunun mısık vagon, ya izdirek yere, onu çap. Bir 10 sant koyup mamamız. Birer kilometre taşlap koyup mamamız var. On taraftan sol taraftan. Oturdurak mamamız. Belki çatlap mağasak roluşunda bir milli kalip etsek açıda süydüğün gibi. Şunu nereye turuş? Fala takrabuha yakın babanlar. Yakın yolamanlar dedi. Kanda bil muhalefeti ve tağyir. Özgertip, ya hilaplık kılıp, bunda yakın yolap kalmanlar. Keder gübeyyinullahu ayatihi. Yani şunundaki Allah Teala ayetlerini, hükümlerini kişilerge bayan qilib turdi-ki, belki ular taqvodor bo'lib qolar. Yattaqun degan o'sha maharim. Haram qilingan ishlardan saqlanib, haramdan yiroq turib, do'zax o'tidan saqlanib qoladi. Va la ta'kulu amwalakum baynakum. Yana sizlar mallaringlarni o'zaro nohaq yevanmanglar dedi. Ba'zilarning mallarini ba'zilaringlar haram yevanmanglar dedi. Bil batil degani bil vajillari lam yubihullohu va lam yashra'hu. Allah Teala mubah qilmagan, ko'rsatmagan, ruxsat qilmagan yo'llar orqali yevanmanglar. O'g'irlik, bulangchilik, qilma, qo'ymuchilik, para, mushunda nasl orqali yevanmanglar dedi. Va tudlu biha ilal hukam. Yani sizlar uni hokimlarga unda sunmanglar dedi. Adla degan da sangilatganni bildirdi. Masalan, quduqqa chilakni sangilatdik. Ayaga tushganni, tashlaganni bildirgan narsa. Hokimlarga uni sunmanglar dedi. Yani wala tudlu biha demakchi, nahy, yani ma'tuf alan manhi. Wala tudlu biha fa huwa majzumun dakhilun fi hukm an-nahy.
Demek tudlu degan meczum şart. Yani wala tulqu emraha. Yani onun işini, mal mülkning işini hakimlarga tashlab qo'ymanglar degani bu emniyet sizlar bilisizlar nahaqlikni. Nahaq qadir taraf qilib o'sha ishni. Boshqaning haqqini hozir miningti, ma boshqaning zaminini miningti deb oldinglar. Boshqaning pulini miningti deb oldinglar. Endi buni qanday qilasizlar? Hakimlar qanday tashlab qo'ysizlar? Sud bir taraf qilgan shu hisob. Haqni sud ayriydi deb emniyetda o'zing nahaq qadir haqning mal mülkini yevag'ligini o'zing bilsa. Lekin hakimlar tashlab qo'yib, sud mahkamasi tashlab qo'yib, sud hukm qildi mana. Ya emniyetda sen nahaq yolg'on guvohchilikni akilab buningga. Yolg'on isbotni akilab qilding. Manda qilmanglar demoqchi. Ma bir tafsir hamda. Litakulu fariqan min amwalin nas bil ism. Kishilarning ma'lum bir bo'lak pulini, pul mollarini haram yevanmasliklari uchun gunoh bilan deydi. Gunoh bilan yevilish deganda bir shahodat zo'r, saxta guvohlik keltirib, av bil yaminil kadim yoki yolg'on guvohlik, yaminil g'amus deymiz. Av bis sulhi ma'al ilmi bi anna al maqdi lahu zalim. Shu haqqa erishgan kishi, maqdi lahu degan shu haq aşını buyurup verilgen kişi, aşı zalim, nahaq, aşı aldı aşını da bilip durupmu sülük koyaş arkalık. Muşu arkalık mallarını yivanmanlar demekçi. Ve kâle sallallahu aleyhi ve sellem lil khasmayn innema ana başar ve antum tahtasimun aleyh. Ben bolsam bir insan, sizler benim aldığımda davalışıp kirisizler. Belki bazılarınla qaraganda geptan, dolidik, kuşluk buluşu mümkün. Bunda bo'lib qolsa, men shu anlig'im bo'yicha hukm qilib qo'yaman. Haqiqiy ahvolni bilmayman. Faman qadaytu lahu bi shay'in min haqqi akhi. Shu men o'zim ko'rgan dalilga asoslanib turib, qarindishining haqqini, mol-mulkini buyurib bersam birsinlarga, uni ammuson. Chunki u biladi uning o'zining haqqimi yoki naq oldimi, u biladi. Shu uni ammuson. Fa inna ma aqdilahu qit'atun min nar. Demak, men uni buyurib berganim amaliyotda nima? Bir parcha o'tdir. degan. Demak bu mushigapni qilgan chaqda bu ikki da'vochi ikki taraf yig'lab ketgan. Har biri unda yo'q men haqimni shu qarshi tarafga beribdim, olmayman deb deyishgan. Vaqila va tudlu biha. Endi yana bir tafsirda va tudlu biha degan nima degan bo'ldi? Ya'ni sizlar uni shu malni haramxo, qarxo'r hokim sotchilarga qarvagan holatda uni ularga sunib berib, qari shaklda sunib berib, mal-mulkni o'zaro haram yemanlar. Abi amqa tafsirda hozir buning farqi bor. Shu malni hozir sizlar haramxo, qarxo'r sotchiga sunib berib, bir-birining malni qara orqali hukm chiqarib, bizning foydamizga hukm chiqarib bergan ekan, bunda yemanlar dedi. Aningda siz yolg'on guvohchi akilab, u para bermasangmi, o'zingning nahaq da'vo qilayotganingni bilib turib, yolg'on guvohchi akilib, yolg'on qasam qilib turib, sotchiqlam ishti qo'yib, sot mahkamasi bir taraf qildi buni. Deb qasam qilib bersin, yolg'on qasam qiliblar, meniki deb sotdan qanday qildi? Yolg'on guvoh, yolg'on isbotga tayinib hukm qilibdi. Yo'q, sot orqali ham bunda yemanlar degan. Men ikkinchisi para berib, boshqalarning haqqini yemanlar degan ma'noda. Ikki tafsir. Ala vajr rashvat degan para berish shaklida bunda sunmanlar. Yuqadu alda dalvahu ay alqahu fil bar'i lil istiqa. Yani chilikini tashladi degan gap quduqqa suv tortish uchun chilikni tashladi degan gapdan chiqqan edi. Shunga Abu Bakra degan radhiyallohu anhuninki Abu Bakr deb kunyoqlab qo'yishi, Bakra yani Bakra degan yosh bir tugandi. Yosh bir botilaq. Bu yosh bir botilaqni minib Toyib tig'idan tushgan bu. Xuddi chilik yuqoridan sangalab tushgandek, Toyib tig'idan qal'asidan Müslümanlar tuzlanlikka aslında sangilab tushgan bo'lg'achqa uni Rasululloh "Voy sen nimadan tushding? Tadallaytu bi Bakra desan, izan anta Abu Bakra deb kunyaq qo'ygan. Bakra degan shu yosh botilaq tugini Bakra deydi. Va antum ta'lamun, ya'ni siz bilib turib demakchi. Bilib turib unda qilmanglar. Bu bilib turib bulardan intayin qabih bu. Nimani bilib turibsa, o'zingning nahaq ekanligini, haqning akshining ekanligini bilib turib bunda qilmanglar. وارتكاب المعصية مع العلم بقبحها أقبح. Kabihlikini bilib turib, haramlikini bilib turib, boshqaning haqqi ekanligini bilib turib, inkor qilib uni yevilish degan bu texmi qabih. Bilmay yevasa bu bizga, lekin bilib turib yevilish intayin qabih. Va sahibuhu bit-tawbihi ahaq. Demak, bunda qilgan odam topmalamat jazo kayishga texmi loyiq. والله أعلم بالصواب. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.